Shuning uchun qadrli qarindoshlar, Allah subhanahu va taoloni ya'ni shu to'ttal o'qib qo'ygan 4 rakat namozimiz yoki u yerda sadaqa qilib qo'ygan 5-10 so'm pulimiz, shu kichikgina tok amallarimiz bilan jannatga kiramiz deb o'ylagan inson nihoyat oddiy, nihoyat aqlini ishlatmagan inson qadrli qarindoshlar. Bu nihoyat bir xil sodda bir inson, bir do't inson bu deydi qadrli qarindoshlar. Shuning uchun shunda so'z bor. Güzel qizga o'ylanmoqchi bo'lgan kishiga mahri ig'ir kelmaydi deb. Abu Hurayra radhiyallohu anhu shunday deydi-ki, men Rasulullohning shunday deganligini angladim dedi. Men khafa adlaja va men adlaja balagal manzil ala inna sil'atallahi ghaliya ala inna sil'atallahil janna dedi. Peygamber sallam degan-ki, kimiki qo'rqsa dedi. Bir yerda bir misol keltirib yani. Kimki qo'rqsa kechisi yo'l yurdi. Bu yani adlaja degan gap kechining avvalida yoki kechining oxirida yo'l yurgan kishini bu adlaja dedi. Bu yerda arablarning nimasida tarixda o'z vaqtida masalan bu yo'ldagi yo'l qaroqchilari, yo'lni to'sgan bu qaroqchilardan qo'rqib masalan bu kunduzi ham uning ustiga kunduz nihoyat havo issiq bu nima taraflarda eng yo'lni jiddiy bir manzilga yetib berish uchun kechisi bu kechining fursatini shu eng kechining avvalgi vaqti yoki kechining oxirgi vaqtlarda bu vaqtida yo'l yurish manzilga eng tez elib boradigan ham qaroqchilarningki hujumidan aman qilish uchun bu misol keltirilganda bu yerda bu misolni faqat yana safarga qilayotgan insonlarga keltirgan misol emas. Bu yerdagi insonlar tushunadigan bir til bilan bu misolni keltiryapti. Yani men khafa adlaja va men adlaja balagal manzil. Yani xuddi bir tijoratchi karvon egasi o'zining meldan agar qo'rqib shuni hujum uchirmaslik uchun qo'rqgan bo'lsa, ash kechisi shunday diqqat qilib turib, jafo tatib, tirishchanlik qilib, ash vaqtni eng yaxshi ching tutib, mengib, ashundaq mangsa u manziliga yetib bordi deganga o'xshash shu misol keltirgan o'xshash Allah subhanahu va taolaninki Rabbimiz ko'rsatgan bu yo'lning oxiriga yetib berish, manziliga yetib berish uchunmi ana shunday tirishchanlik, juhdi tirishchanligimizni ko'rsatib, buyurilgan ishlarni eng inchkilik bilan, eng tirishchanlik bilan ado qilib, mangalasak manziliga yetadiganligimizni tushuntirish uchun keltirildi bu hadis. Ala inna sil'atallahi ghaliya, bilinglarki agah bulunlar ki Allah'ның meli nihayet kıymet dedi. Azam pul qilganda 4 rakat namoz o'qib bilan, unga 5 mo'chan sadaqa qilib bilan Xudoyim amonat, unga jannat degan bizga tayyor barsaqlam ish o'chiq deb turadigan bu shaklda tushunish bu eng ahmaq insonning tushunishi bu. Ala inna sil'atallahi ghaliya. Allah'ның meli nihayet kıymet. Ala inna sil'atallahil janna. Allah'ның meli cennet dedi. Bunu qo'lga keltirish uchun sen tirishchanlik qilishing kerak. Xuddi men khafa adlaja va men adlaja manziliga o'xshash. Ashundaq o'zining meliga hujum qilinishdan ansirab butkul nimani ashu keraklik bo'lgan sabablarning hammasini elib, kech suqilmaydigan shu kech suqilmay mengib, shu qaroqchiga bermay, sog' salomat manziliga yetib berish qitirishgan ashu malchi shu tijoratchi o'xshash, Allohning jannatiga yetib berish uchun shundaq tirishchilik ko'rsatmaydi ekansiz, undaq oson oladigan ya yo'q, undaq oson erishadigan ish yo'q deydi.